Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, chorvadorlar, chorva ishqibozlari. Ana shu sigirimiz ham Xudo xolasa mana bu kundan oyoqqa turib oldi. Kommentariyada ba'zi aka-ukalarimiz yaxshi insonlar yozishibdi. Sigiringizni yaxshi bo'lgandan keyin bitta video qiling deb yozishibdi. Mana sigirimizning holati juda zo'r. Bu kun ertalabdan mana shu chelakda yarim chelak yem yedi. Albatta suyultirilgan holda kepak, kunjarani suyultirib atala qilib berdik. Yarim chelak yedi. Hozir mana ozgina bir siqim beda tashladim. Hozir bedani ham ye boshladi. Kuzatib borayotgan akalarimiz biladi. Sigirimiz 5 kun mobaynida juda og'ir ahvolda yotib qoldi, o'rnidan tura olmay. Chunki ichida temir bor ekan, temir yutgan ekan. Kecha videosini joylashtirdim. Agar ko'rgan bo'lsalaringiz, ichidan temir chiqdi. Doktorimiz Baxtiyorjon ana shu temiri olib berdi. Endi sigirimizga kelsak, juda ana shu 5-kun, ayniqsa 5-kun kechqurun ertalabgacha men yonidan keta olmadim. Juda ahvol og'irlashib qoldi. No'g'rim bo'lsa ham pichoqni ham keltirib qo'ydim yonimga. Chunki kallasini ham ko'tara olmay qoldi. Agar joni chiqardiyi bo'lsa, kallasini olib halol qilaman degan maqsad bilan pichoqni ham yoniga keltirib qo'ydim. Kommentlarda yuzlab yaxshi insonlar duolar qilishdi. Qanchasi dalda berib turdi. Avvalambor shu insonlarga mingdan ming rahmat aytmoqchiman. Ana shu ko'pning duosi ijobat deb haqiqatdan ham mana shu ko'pchilik duo qilganda sigirimiz qayta jonlanib mana bu kundan o't yeb, yem yeb boshladi. Xudo xolasa bolasi ham juda bir 5 kun mobaynida tushkun ahvolga tushib qoldi. Chunki onasini ema olmadi. Bizlar ham sut ichira olmadik. Och qolib 18 kunlik bolasi mana shu bedaning gulini yeb jon saqladi. To'g'risi onasidan ham ko'ra men bolasiga juda achindim. Hayvon bo'lsa ham endi Alloh taolo shunday bir mo'jiza qilib yaratgan har bir jonzodini, ona bola shu bir-biriga shunday mehribonligini aytmaysizmi? Onasi kasal bo'lib joyidan tura olmay yotgan payti bolasi yonidan jilgani yo'q. Kecha qishloq mol doktorini chaqirtirdim. Ichidan temir olganimizdan keyin 500 gramlik glukozaga 5 dona qizil vitamin, 5 ampula ham askarbinka qo'shib asma o'tkazdik. Bular bir quvvat beradi organizmga. Shu bilan izidan unni qovurib, ichiga sut qo'shib, atala pishirtirib 3 litr atala ichirdim. Undan keyin 2 litr iziga yangi sog'ilgan sut ichirdim, oq yog' qo'shib. Shu bilan molimiz ancha o'ziga kelib qoldi. Mana bu kun ertalabdan o't yeb boshladi. Xudo xolasa endi yaxshi bo'lib ketadi. Bolasining kayfiyati ham a'lo bu kundan. Ertalabdan beri o'zida yo'q. Sakrab, o'ynab, onasini emib juda zo'r. Onasining yaxshi bo'lganiga bolasining ham kayfiyati zo'r. Chunki ertalabdan beri onasini emyapti, issiq sut. Albatta kayfiyati zo'r bo'ladi. 4 kun mobaynida onasini ema olmadi umuman.
Xudo xolasa endi yaxshi bo'lib ketadi, nasib bo'lsa. Oxirgacha Allohga tavakkal davolataman dedim. Mana Allohga ming qatla shukr. Mana shu sigirimizga ko'plab duo qilgan insonlarga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar.